Surxondaryo aholisini Toshkent bilan bog'lovchi yo'l M39 yo'lini hamma mendan yaxshi bilib turibdi. Boysundan o'tgandan yurib bo'lmaydi. Taksilarimiz dodlayapti. Avtobuschilar dodlayapti. Yuziga qarashga ko'zimiz qolmadi. Temir yo'lda umuman sharoit yo'q. Vagonga mingan odam Toshkent borguncha kasal bo'lib qolyapti. Na sovutish tizimi ishlaydi, na sharoit bor, na bilet bor, na vokzalda sharoit bor. Sarasoyga qatnaydigan Termizdan prigredniy poyezdlarga odam toshib bo'lmaydi uning ichida. Transport prokurori tomoshabin. O'g'ayni, mansabdor odam obro'yni mehnat bilan oladi. Umuman sharoit yo'q. Qanday odam toshyapsan uni? Odam toshyapsanmi? Pulini olyapsanmi, tekinmi? Nimaga transport prokurori tomoshabin? Nima uchun qonun ustuvorligi ta'minlanmaydi? Nima uchun chora ko'rilmaydi? Transport boshqarma qayerga qaraydi? Aviabiletlarida umuman sharmanda. Narxi 2 barobar bo'lib ketgan. Monopoliya degan tashkilot tomoshabin. Qanday borsa kambag'al odam bu bilet narxini qarab bo'lmaydi. Umuman tanish bilishsiz bilet olib bo'lmaydi. Prezidentimiz temir yo'ldan yurib qancha e'tiroz qildi. Bir hafta ichida prigredniy poyezdi, Toshkentga qatnaydigan poyezdni ham to'liq jihozlaysiz. Odam minadigan sharoit qilib, hamma nima talab qo'yilgan bo'lsa qilinishi shart. Biletni ham monopoliya to'liq tahlil qilsin. Kompaniya necha pul odamlarga ustama qo'yib o'tirdi. Odamlarimizga rahmat, indamay shu minib ketib boryapti. Student, qarri odamlar. Nafas olib bo'lmaydi uning ichida. Bu prokuror chiqadimi uning ichida? Yuragi ko'tariladi, bu uchun vaqt yo'q. Operativ xodimlarning qayerga qarayapti? Buni SES degan tashkiloti bormi o'zini? Qayerga qarayapti ular? Keskin chora ko'rasiz. Keyingi hafta dushanba kuni ertalab vokzalga boraman. Vagonni birma-bir Toshkentga ketadigan sostavni ham polni tekshirib, hammasini оборот qildirasizlar. Sarasoyga qatnaydigan prigredniy poyezdni ham, yuk tashishlarni ham hammasini kontrolga olasizlar. Aeroportlarda ham, aerovokzallarini ham hojatxonasidan tortib hammasigacha ko'rish kerak bular. Nimaga Sarasoyga qaytib kelgan odam ko'chada issiqda o'tirish kerak? Nima uchun qurilgan o'zi zavod? Hech kim bepul tashiyotgan yo'q. Bepul ketyaptimi bironta odam? Pulgami? Bilet sotib olyaptimi? Xizmat qilish kerak bunga. Qaysi davlatga borsang, chetga bu men xizmat ko'rsatyapman deb qo'li ko'ksida olib chiqib qo'yadi vagonga. Chiroyli gapirib, bu yerda xumrab kelasanmi, ketasanmi? Kimsan degan savolga javob ber. Mana monopoliya to'liq yuzchat qilib mana biletlarni joyga tushirsin. Odamlarga onlayn shaffof e'lon qilish kerak. Ikkita kasser xohlagan ishini qilish kerak emas. Tanishi bor bilet olish kerak emas. 10 so'mlik biletni 25 so'm sotyapti. Aldab, sun'iy to'siqlar bilan. Bir hafta bayramona amanasi bezatilsin, vagonlarda odamlar chiqib rahmat deyish kerak.